Atiyalik nashtaga manga o'xshagan qunaq-qunda munakesh qilishni o'rganib oling. Etli suli intayin oddiy birlik ko'singiz o'rganib olaysiz. Ta'mi kep ketmaydi. Cho'ng kichik hammalar yoqtirib ichidi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval cho'ngroq chiniga bug'doy unda 100 g, qunaq unda 100 g bir tal tuxum, azroq tuz silib, suvni bekcha qo'yib atmaymiz. Taxminan 150 g atrofida suv qo'yib, videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshirlashtirib xamir umuch qilib olamiz. Endi buningga mayliqroq go'sht shiltimiz. Qo'y go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olgandiki, yangyo, piyoz, pomidorlarni ushaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Har kun shunga o'xshash qulay yam yeyishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rgatyapman. Ajrim uchun bir tal yurakni besib etib qo'llag'ash ko'rsanglar rahmat. Qozonga azroq may qo'yib, go'shtni silib sarg'aytib qo'rib olamiz. Go'sht qo'rilib mushallatga yetganda piyoz, yong'yo silib qo'raymiz. Undan keyin pomidorni silib, pomidorning suvi chiqishi qo'raymiz. Undan keyin cho'ng istamning suvi qash tetitqisidan bir qo'shqa atrofi silib etamiz. Cho'ng istamning cho'ngligi bor sizlar bir ishlatib sinab yaqinlar, ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Undan keyin odam sonimiz qarta suv qo'yib, azroq tuz, yarim qo'shiq shoncha qo'yib tekshirlashtirib etamiz. Undan keyin abiyatdan tayyorlab olgan xamir umuchini cho'yildan o'tkazib, mushallatda eqitib tayyorlab olamiz. Mushunga o'xshash oila taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'uq say darsikimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Ders tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekranida numar shu. Eng oxirida ko'ksaylardan silib, chiroyli chinimizga usuva saqlab bo'ldi. Quvvatli ham singishlik bo'lgan munakishimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?